Davamını anlayışlar vatandaşım, haberlerge asaslanganda. 10. ayının başlarında Cungo taraf Reis Xi Jinping bilen Prezident Ma Ying-je'nin körüşüşüne teklif kılgan. Demek Cungo taraf teklif kıldı degen gep. 1993. Kuomintang bilen Kompartiya almashtırış yolları arkalı söhbetleşken. Tayvan rehberi bilen Cungo rehberinin körüşüş hiyalları yakından biri bazıda govaba bazıda aşkarı bulup gelgen. Xabarda mındaq görüldü. Bu qatam Cungo tarafının aktiv pozisiya qo'llanganligidan go'yo Janubiy dengizda Amerika bilan sürkülüşning jiddiyleşib ketganligidan iborat bir manzurni ko'rib olg'ili bo'ladi. Demak, Janubiy dengizda Cungo bilan Amerikaning o'rtasida sürkülüş jiddiyleşib ketdi. Dal shundaq vaqtda Cungoning raisi Xi Jinping Tayvanning prezidenti Ma Ying-je'u bilan ko'rishdi. Bu demak nima degan gap? Agar bu sürkülüş Amerika bilan Cungoning Janubiy dengizlik sürkülüşü texmi jiddiyleşip ketse, o vaqtda Tayvanning o'rnida bir o'zgarish bo'lamdi qandaq vatandaşım? Shundan cho'chib ketdimi nima Cungo hukumati? Tayvan 1996 yılı prezidenti bevos saylimi o'tkazganda, Cungo taraf raketa etib besim ishlatganda, Amerika armiyasi Tayvan atrofiga 2 dona avtomatka harbiy qismlarini motorlashgan harbiy qismlarni avatgan. Demek şu vaxt Tayvan vaziyetini, Tayvan boğazının muqimligini, yani Amerika Qo'shma Shtatlari qo'g'dab qolgan. Cungo quruqligi Tayvan bilan Cungo rahbarlar uchrashish orqali aktiv suhbatlashish pozitsiyasini ifodalab, Amerikaning Tayvan masalasida aralashmasligini qo'lga keltirishni umid qiladi. Bu bir yalchivakdan xiyolidagi bir gap ekan bu. Amerikaning aralashishini chetga qaqish uchun Cungo bilan Tayvan munosabatini o'z oldiga yaxshilaydi degan gap. Bu bir yalchivakdan tushidek bir tushib qolibdi bu. Aqsaroyning bayonotchisi 3-kuni bayonot e'lon qilib, jiddiylikni pasaytib, munosabatlarni yaxshilash tadbirlarini qarshi olamiz deb ifoda bildirdi. Jiddiylikdan pasaytish, Tayvan-Cungo munosabatini yaxshilash, albatta buni Amerika Qo'shma Shtatlari qarshi oladi deb ko'rsatdi. Oldimizdagi 2016 yılı 1-ayda Tayvanda prezident saylimi o'tkazildi. Al-Rayni tekshirishga asoslanganda Tayvan mustaqilligini iroda qilgan Demokratiya taraqqiyot partiyasining raisi Tsai Ing-wenni qo'llovchilarning soni Tayvanda yuqoridan yuqori bo'lib keldi. Kuomintang partiyasining o'rniga Demokratiya taraqqiyot partiyasi o'tib, huquq yurgizishi mumkin. Yoki Kuomintangning vazifa muddati oxirlashgandan keyin saylamda Demokratiya taraqqiyot partiyasi Tayvanda ustun olib, huquq yurgizishi mumkin. Agar Demokratiya taraqqiyot partiyasining siyosiy hokimiyati Tayvanda o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, siyosiy sahnaga kirib keladigan bo'lsa, deydi. Tayvan rahbarlari bilan Cungo rahbarlarining uchrashishi real bo'lmay qoladi. Agar Demokratiya taraqqiyot partiyasining raisi Tsai Ing-wen aldığımızdaki saylamda saylanıp, Tayvan'da siyasi hakimiyet beşiğe yetip geldiğin bolsa, o vaqtda körüşüş Cungo üçün bolğanda real bulmay qalıdı o deydi. Bunun sebebini mikelligini men tasavvur etmeden vatandaşım.